Alloh beraman desa eshitmamas ekanda, mana hosilga qarang, hosilga baho beringlar, hosilga. Mana pomidorlarni qarang qanday yotibdi. Allohga shukr, bu yil birinchi yil qilishimiz yomon emas. Mehr bilan qildik, mana ichlarigacha hammaga hosil Alloh beraman degani shu bo'lsa kerak. Hozir 40 sotigimizni 140 millionga ko'taraga dogovor qilyapti, berganimiz yo'q. Hosil zo'r, pomidor ham zo'r, o'ziga yarasha mana. 140 millionga so'rashyapti, berganimiz yo'q mana. Hosil to'kilib yotibdi, to'kilib. Alloh bergani shu bo'lsa kerak-da, duo qilinglar, nasib bo'lsa ko'proq pulga sotib, yanada yaxshiroq ko'proq ekin ekib daromad qilishlik nasib qilsin mana. Pomidorlarimiz o'tar. Shamol bo'lganiga bugun yotgan ekan, qaytarib joyiga to'g'rilab chiqdik mana. Pomidorimiz Allohga shukr yomon emas. Hamma yog'ida hosil, g'ish hosil mana. Pomidorlar o'ta hosili ko'p. 140 millionga so'rashyapti, nasib bo'lsa mana qarang nima deyapti. Mana bir tutda 38-40 ta hosil bor. Klientlar bugun kelib sanadi, hali gullash jarayonida 47-kun bugun pomidorimiz bo'lganiga. 140 millionga dogovor pishmay turibdi. Hali bir ozroq deyapmiz. 40 sotikdan oshiqroq, 50 sotikka yaqinroq mana Makkani ichida bo'lgan.